Ya'ni tupik garaj. Gabarit bilan qayilib, chiziqlarni bosmasdan sekin kelib, to'g'ri shu sari yuzni sari yuzgacha olib kelinadi. Bo'ldi. Zadniy uriladi. Sekin kirib, chizuvlarni bosmasdan 90 gradus parallelniy bo'lgandan keyin ana bu platformaga balonlarni olib chiqish kerak. Yana ozgina yur. Bo'l. Ana endi chorakda gabarit olib sekin chiqib ketish kerak bu yerdan. Qurib tasha. Ahamiyat berasizlar chizuvlarni bosmasdan.